Omoqlarim, keşkinlar xayrlik bo'lsin. Bugun men sizlarga Mo'zay bilan Taqayning yugurish musobaqasi degan cho'chakni aytib beraman. Undaqda quloqinglar davomliq menda bo'lsin-a. Cho'chak Mo'zay bilan Taqayning yugurish musobaqasi. Höyliqi kuni o'rmonda o'tkazilgan Yoshlar bayramini tabriklash tanharakat yig'inida Oq to'shqon bilan Toshbaq o'ttirsidagi yugurish musobaqasi Oq to'shqonning utirib, Toshbaqining utishi bilan oxirlashibdi. Yugurish musobaqa turining ikkinchi guruhi bo'yicha amda yugurishib baslashish navbati Mo'zay bilan Taqayga kelibdi. Jakarcha Ag'mixonning o'llik chaqirqi bilan putiga och panjalik yugurish oyig'i, uchisiga zig'ir rang tanarkat kiyimi kiygan Mo'zay bilan kang tapan yugurish xiyining bo'qqichini chegishkim ulgurmagan qari Taqay oldirab yugurish maydoniga yetib kelibdi. Hammaning nazari bu ikki do'stiga ushbu minutdagi ikki mohir yugurish tanarkatchisiga tushibdi. O'tloqdagi jami parang hamon shular ustida bo'pti. Toptikilar gohi unlik vaqirab, gohi bir-birining qo'lqiga pichirlab, ularni baholashga boshlabdi. Demisimi, Mo'zayning tuxumdek yumaloq gavdasiga xo'p yarashgan tanarkat kiyimi uni avvalqidimi necha hassi bastalik chaqqan ko'rsatibdi. Lekin Taqay kiyib olgan tanarkat kiyimining rangi tutuq bo'lg'ashqimi yoki kiyim uning vijik teniga sal cho'ng kelib qolganmi, ko'rganli odamga akisining kiyimini kiygan kichik bolani eslatdi. Qisqasi, Taqayning kiyinishi uning burunqi chapdas xarakteriga faqat loyiq emas edi. O'tloqda hamma ishni oldin mo'ljarlab ko'nib ketgan oldi pesh do'stlar allaburu Mo'zay bilan qari Taqay o'ttirsidagi yugurish musobaqasining natijasini faraz qilib ulguribdi. Mo'zay utib chiqdi, deyishibdi ba'zilar og'ziga maqsab yig'ib. Konular bo'ladigan sira ko'kidan ma'lum debdiki. Qaranglar, uning turqiga tayyorligi puxta, kayfiyati shuncha ro'qliq turdi. Uning ustiga u yillardan beri o'tloqda o'tkazilgan har qanday yugurish musobaqasida toychoqdan boshqa hech biriga utirib boqqan emas. Anglasamchi, u yaqinda "Hay do'stlar", deyishibdi, yana ba'zilar qari Taqayni imo qilishib. Konular chujini kuzda sana degan gapnimi qilganjimi? Oldirab bir nima degili bo'lmasmikin? Musobaqa degan jangga o'xshaydi. Ya g'alaba qildigan, ya mag'lub bo'ldigan gap. Ammo ikkisining biri uftirdi. Taqaynimi bo'sh chaqlamanglar. Uning o'rmondan o'tin to'shig'ash bu musobaqaga tayyorlik qilayotganiga xeyli kunlar bo'ldi. Lekin Mo'zayga qarsak, pasar chaynab yotqan. Top ichida bu ikki azmat to'g'risida har qismi talash tartish bo'lishibdi. Bir chaqda Taqay muxiyining bo'qqichini chigib, tayyorlikni butkazibdi. Yugurish musobaqa turining reperi Tag'il Aslan qo'lidagi mis qo'ng'iroqni yenik chiringlatib, musobaqa shartini o'ttirga qo'yibdi. Bu qitimliq yugurish musobaqasining oxirgi pallasi o'rmonning kun petish tarafidagi qiyri terakkichi bo'ladi. Kim eng qisqa vaqt ichida 3 qatlam musobaqani tamomlab chiqa olsa, musobaqada shu ufutgan bo'ladi. Shart shuki, tanarkatchilar har qitim oxirgi pallaga borganda cho'qim terakka ansilib qo'yish kerak. Bu bizning tanarkatchilarning oxirgi pallaga necha navbat borganligiga hukm qilishimizga, jumladan musobaqaning adil o'tkazilishiga foydali. Reper Tag'il Aslan o'ttirg'i qo'ygan shartlarga Mo'zay bilan qari Taqayning har ikkilisi qo'shilibdi. Tag'il Aslanning qattiq isqirtishi bilan tang Mo'zay bilan qari Taqay yugurish nuqtasidan o'rmonga qarab o'qdak etilibdi. Uzun yillardan beri o'rmon bilan o'tloq orliqidagi bu yilonsimon chig'ir yo'lda kunda necha rat o'tin to'shib, salmoq yugurishga ko'nib ketgan qari Taqay Mo'zayni cho'qim yengib olganligini pamlabdi. Otisi bo'z eshakning maydonga chiqish oldida aytgan nasihatlarini xiyoldan o'tkazishga boshlabdi. O'g'lim, musobaqa bo'lgan ekan, raqobat bo'ladi. Ilmiy, to'g'ri bo'lgan raqobat eni hamon musobaqada g'olib kelishning asosidir. Esingda bo'lsinki, tanarkatchilarning o'lmas mezoni
do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchidir. Lekin shunimi saminga selib qo'yayki, qildak savallik po'latdak bo'yinni ayturdi. Yovning kuchiga sal qarag'anliq utturg'anga barobar. Cho'nglar bir ishni nima degan atrofliq o'ylaydi, ha? Qori tag'ay otasining nasihatlaridan bu qitimliq musobaqada sal bexastalik qilib qo'ysa, mo'zay uftirib qo'ydiganligini his qilib, uning irodasi texmi chingibdi. Jasorati yanimi urg'ibdi. Degandek, qori tag'ay hoynuhut otni tut deb bo'lg'icha o'rmonning kun betish tarafidagi qiri terakning tuviga birinchi bo'lib kelib, qiri terakni g'ajab ansilib qo'yib, aldirab kayni yenibdi. Qari tag'ay ikkinchi rat yugurib tursin. Endi gapni mo'zaydan anglaylik. Mo'zay shucha qo'yindek suratda palladan chiqqancha to'xtamay yuguribdi. Bak tez yugurib ketgachga mo'zay o'rmon eg'isiga borganda demis qilib, o'pkisi ichishib bo'lolmay birdan aram elishga to'xtabdi. Burun shuncha ko'p musobaqa qatnashgandimi, bu darajada herib, toljiqib ketmagan mo'zay o'z bilan qari tag'ayni selishtirib, "Men buncha bo'lib ketgan yerda, hang vaqti tag'ay bu jopog'i qandoqmi chidusin? Men boshda uningga o'zimning hamon tutib olganligimni aytib, "Odosh, ko'nular o'ynashmang arbob boblar harbob bilan" debdikan. Men bilan yugurishgacha ananing uchiga o't qola desam, unimay ketishlaricha uning. Xo'p bo'ldi. O'zigimi qildi u? Mangimi qildi?" Mo'zay shu xiyolda xili qaramabdi. Qari tag'ayning bu damgacha kaynidan yetishib kelmaganligini sezgan mo'zay, tag'ayning yugurish chapasiga bardoshlik berolmay, musobaqadan voz kechib, kayniga yenib ketdi deb o'ylab, o'rmonning kirish eg'izidagi ko'ni samonliqda yaxshi g'izolanib yugurish niyatiga kapdi. Harduqda xuddini bilmay qo'rsqini bak to'yg'izayotgan mo'zayni amdilikda qattiq uyqu besib, to'riga yo'linib uxlab qapti. Shirin uyquda tush ko'ribdi. Tushida mundaq ish ko'ribdi. Mo'zay bu qitimliq musobaqadimi qari tag'ayni utib, yana bir qitim o'z jasoratini namoyon qildi. Hamma uni olqishlab, osmonga etibdi. Bo'yniga gul chambaraklarni esib, muboraklabdi. O'tliq televiziya stansiyasi Yoshlar jasorati maxsus programmasining muxbirlari bilan Yaylaq namozcham gazeti idorasining muxbirlari uni maxsus ziyorat qilishibdi. "Muappandi, siz bugun to'lib toshgan jasoratingiz bilan raqobatchingiz Qartag'ayni mag'lub qilib, o'tliqda yana bir navbat tonildingiz. Meningcha, tez yugurish Muappandining ersiy talantimi qandoq?" "To'g'ri dedingiz. Peqir o'tliqning 6-avlod yugurish mohiri bo'laman. Buvam o'z vaqtida yo'lbos bilan yugurish musobaqasiga tushib, uni utib olg'achqa raqiblar tarafidan qasdga uchrab olamdan o'tgan. Otamningmi o'tgan yilda yashaganlarga mullaqchilab yugurish turida chempion bo'lganligi hammaga ayon. Meningcha, tez yugurish bizning jamiyatimizdagimizlarning tug'um ustunligimiz bo'lsa kerak." "Muappandi, ko'pchilikka deydigan qandoq yurak so'zlaringiz barkin? Men o'tloqdagi yurtdoshlarning qo'llab madad berish ostida bugungi bu natijaga erishdim. Shundoqla o'tloqdagi har millat xalq ommasiga vakolatan kelar yili Mozor tog'ida o'tkaziladigan hayvonlar olimpik tanharakat musobaqasi qatnashish fursatiga muyassar bo'ldim. Men yurtdoshlarga shundoq va'da beramanki, hayvonlar olimpik tanharakat musobaqasi boshlanguncha jopog'i chidab mashq qilib, raqobatchilarim ko'ktoygon bilan simburut chashqanni utib, o'tloqdagi yurtdoshlarga sharaf keltirman. Mushturda qishloqi jang e'lon qilib, dunyo Ginness rekordi yoritib, o'tloqni dunyoga to'nitaman." Hayajonda qo'lini egiz ko'tarishga tamshalgan mo'zay beshining tomga urilishidan cho'chib uyg'onibdi. Tag'ayning o'tloqdan anglanayotgan kulki sadasi bilan tang ko'tarilgan olqishlardan o'zining tag'ay bilan yugurishda musobaqa qilishayotganligini esiga olgan mo'zay amalsiz musobaqada uttirganligini tan ilib o'tloqqa qaytibdi.
Keyin Mozay boshqalarga o'zining hakavurlik qilib musobaqada taqiga yengilib qolganligini aytib, qattiq pushaymon qildi. Shuningdan boshlab o'tloqda Mozayning yugurishi samonliqcha degan gap tarqalibdi. Anglashlar qaraganda, eshakning dal daraxtlarning g'ajilishi dal mushu vaqtdagi musobaqa sharti bo'yicha terakka an solgan ekan. Shunga eshak har qitim shu qitimli qalbini esiga olsalar, kulib ketadi ekan. Bechar Mozay hakavurlik qilib musobaqada utirib qo'ydi. Biz hargiz Mozaydek manmanchi, hakavur bo'lmayli-ya. Biz Mozayga o'xshash bechar bo'lib qolamiz. Omoqlarim, unda bo'lsa, baldur aram yilinglar.